Ha? Uylanganiga 1 oy bo'ldi. Uyingdan chiqmaysan. Oxiri tutdik-a. Ha endi Uylanib 20 oylik jo'rashligimizni unutdingmi, Murod? 20 yil birga yurdik-a. Endi xotin olgandan keyin qayerga borsang xotining bilan borasan-a? To'ya, shashlik yeyishga ko'chada yursang ham xotining bilan yurasan-da. Asallar nima ishing-ku? O'zim xotinim zakisdan o'tdim. Hayotimga aralashmalaring. Tushundinglarmi? Yomon o'zgaribsan lekin, Murod. Endi shunaqa bo'lib qoldingiz, jo'ralar. Kechirasizlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Yaxshi. Shunchalik xotin qilib o'ldingmi? Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tualetdan bor ekan. Otang og'ziga. Nima qilyapti bu o'g'ling tualetda? Ko'ziga gummacha chiqib shuga tualetga salom ber degandim. Siz ham shu paytda kirasizmi? Boshqa joy yo'qmi salom berishga? O'tirganda ham qilmadi. Yomon tush ko'rdim. Tezda borib tushingni suvga ayt bola. Jamolar olib ketadi. Ko'rpachangni qilib qo'ydi. Voy, sharmada o'lsin. O'l kap-katta bola. Aziz bolam mana oraqdan 100 gram ichib yur, tomog'ing shunday yaxshi bo'ladi. Mana onchi. Qanday? So'yavsa. Dada, bu hayotda hammasi bekor. Onamni urishma. O'charamadingda. Kim ichirdi bunga? Yashaydi. Yashaydi borasi. Ber. Eshakka yaxshilab jim desang, orqangdan jaralanib ketadi. To'nqay. Ay, tishladi. Egiz tuqqansiz ha? Mening o'limga tepki chiqdi. Shuni bir tepib bering. Bo'ldi, gap yo'q. Yo'q, pirim. Vandammi siz xola nima qilyapsiz? Taksi aka, men shu yerda villoga tashab keting. Yaxshi qiz. Men asli taksichi emasman. Men biznesmenman. Bizneslarim juda ham ko'p. Mana bo'sh vaqtimda shu zerikkanda shu taksichilikka chiqaman. Hobbida bu singlim. Biznesni rivojlantirish uchun kimda qanaqa takliflar bor? Turob Po'latovich, birjada benzin narxi keskin tushib boryapti. Agar biz hozir hamma benzinni olib qayta sotsak, biznesimizda katta foyda ko'rardik. To'g'ri fikr. Yana kimda qanday fikr bor? Menimcha chet elga investorlarni jalb qilsak, biznesimiz ancha kengaygan bo'ladi. To'g'ri. Yaxshi, hamma shu ish bilan shug'ullansin. Men ketdim, o'zga taksichilik qilib kelay. Taksichilik? Sizda biznesmen endi borib taksichilik qilasizmi? Yo'q, zerikkan taksichilik qilib turmasam bo'lmaydi. Menimcha har bir biznesmenning orzusi taksichi bo'lish bo'lsa kerak. Turob Po'latovich, shunda neft narxi qancha bo'ldi? Ha? Qancha bo'ldi? Nima? Qancha bo'ldi? Taksichi aka qancha bo'ldi? Biznesmen aka qancha bo'ldi deyapman. Qancha bo'ldi? 15 ming bo'ldi. Siz meni tushmoq qilyapsizmi? Shu turistda villoga 10 ming bo'lsa. Yaxshi qiz. Men yana qaytarib aytaman. Men taksichi emasman. Men biznesmenman. Siz biznesmen bo'lsangiz menga qarang. Men stewardessaman. Jonim, sen sog'indim. Hozir 1 soatdan keyin sen o'tir. 1 soatdan keyin men sen uying tekiga boraman, ducha daraxt tekiga. Tushundingmi? Uyingdan oshib kiraymi? Yo'q, dadam borlar uyga. Ha, hay bo'lmasa kirmayman dadang bo'lsa. Pishakcham, tovuqcham, cho'chqacham bilan. Qalbim yonibdi jonim. Ichlarim qandaydir g'alati bo'lib ketyapti. Men sog'inganingizga ichingiz g'alati bo'libdimi? Bilinma onasini sen darrov to'ycha yegandim, tiririq bo'lman bilan. Mayli. Keling, tamam. Bulbuljon, gul hidlagingiz kelib qolibdi. Murod aka, sizmi? Aman, Mavluda. Ochiq beri. Yo'q, uyalaman. O'zingiz kiring devordan. Qanday kiraman? Dadang bo'lsa-chi? Dadam yo'q, qo'rqmang. Qandoq?
Oldingda ikkita tanloving bor. Yo ana bu katmon olib o'zing urasan. Yo men uraman. Qissadan hissa shuki jigarlar, har qanday ovozga ishonib bermanglar. Singling bo'lsa nimalar bo'ladi? Mashinang qursin qo'rqib ketdim. Endi sani quling bor, yordamching bor. Undan ko'p maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Noza! Noza! Nima? Pul ber. Men magazinga chiqib ket. Men kirlarni yuv. Gaz erkib ketsang topib miyasini qotirasan. Maya qara. Umuman bolalar bilan gaplashma. Bu hayotda eng qilgan xato ishing o'sha bilan gaplashganing bo'ladi. O'tgan qaytganda turtib tepib o'tsang bo'ladi. Ja foydasi tegmay qolsa oldinga o'tkazib olib dardingni aytsang bo'ladi. Hali men erga tegib ketaman, o'shanda qadrimga yetasan. Uydagi ishlarni kelishib qurasizlar. Nimaga idishlarni yuvmading? Yuvmoqchi edim, lekin bunda o'ylab qarasam, kecha kech keldingiz-a? Shuni oyimga aytsammi? Bor yo'q, o'zim yuvaman. Qizim sovchi keldi. Hozirjon choy olib kiraman. Sanga emas, seningga keldi. Nozimaga qara. Как раз bo'yani bo'lsan, yigitimga rasming tashavorimi, bak farqimizga bormaydi-yu. Ozgina bo'lsa ham hurmat qilib opa deb chaqiradi. Opa, zarachigim berib tur. Opa, senga nima olib kelay? To'ydan keyin qayerda yashaymiz? Xotiroman u yopib qo'yganman Iskandar bildingizdan boshlanish to'lovini qildim. Endi 36 oyga 4 600 mingdan to'lasak bo'ldi, alohida chiqib ketadi. Voy, o'ziga o'xshagan keziymi? Kim bu? Bilmadim, bir gadoy-padoy bo'lsa kerak-da, bor yo'q qo'ljana. Senga o'xsharkan-a? Ko'chada bir xil kiyinib ahil yurishinglarga hammani havas keladi. Uyda esa Yurishni boshlaganimdan beri ishlatasam. menga rahmat deysizmi, tanishingizmi? O'yli chosi padron bilan kimanglashyapti ustamillovani ketamiz a? O'g'lim, nima qilib turibsan? Ya assalomu alaykum aya, nima gap tinchlikmi aya? Jinni bugun uchrashuvga chiqishing kerak edi-ku. Qanaqa uchrashuv aya? Uchrashuv qochib ketmaydi, ishni qilaylik aya. Qiz kutib qoldi. Oldimga tush hozir. Olma aka bitta uchrashib kelay akajon mana. Ya, nimakangga ham, seni ham. Menga qara qizim. Kuyovning oldiga borganda umuman gapirmagan. Jim turgin, xo'pmi? Menga turmushga chiqib baxtli bo'lmoqchi bo'lgan chor suvli qiz sizmisiz mana? Nasıl kavga bekansiz? U joyda choymi, kofemi, poymi ichmaymizmi mana? Ikkita kofe, Sezar, salat, makaron, palov yemaymiz-mi mana? Ya silish kim iboli qiz ekansiz, pismiq bo'lib chiqmasangiz bo'ldi mana. Aka yetib keldik. Qani yaxshi qiz, yo'l kiralarni uzatamiz mana. Ya men bor uzr kasbim shunaqa o'rganib qopmanda mana. Sir bo'lmasa o'zingiz nima ish qilasiz mana? Shu sizning nimadir siringiz borda mana. Öyle adashdim aya mana keliniz gapirdi mana va nihoyat mana. Voy, yaxshi-ku, nima dedi? Zavtrikka nima yeymiz deb so'raydi mana. Kelin, zavtrikka nima yeymiz? Sut, qatiq, qaymoq, tvorog. Tvorog yeymiz aya, tvorog onasini emas. Voy, tvorog.